O'zbekiston aholisi sizningcha rus tilini bilish shartmi? Shart. Nahotki? Sabab? Знать надо по-русски. Всем. Ты кармане бабушке, шпионы туда. Я бабушке помогите, я бабушке помогу. Yo'q, shart emas. Nega? Rus tilida gapiraman bo'ladimi? Aslo 10 bo'lmas, 10 tush bo'lmas. Tush bilan 10 bilan tush hammasi bir bo'lib. O'zi rus tili ikkinchi til deb qabul qilingan-ku. Boribchi. Bu ertaklaringni katta xolangga aytgin, xo'pmi? Sizningcha shart. Menimcha shart. Bilish shart. O'zingiz rus tilini bilasizmi? Yo'q, o'zim bilmayman. Bilmaganimni bilmayman-da, yoshligimdan bilmayman. Shart. Nima uchun? Endi hozir turistlar ko'p O'zbekistonda o'shaning uchun. Chunki ko'p ishga men rus tilini bilsiz holatda hozir ham Toshkentda o'zi. O'zbek tilini bilsiz ko'p javob berdi o'zi. Tur yo'qol bu yerdan tezroq. Har kim o'ziga qarab, lekin majburiy. Nima dedi? Takrorlashga tilim bormaydi.